çay sap vermeye yardıma yetemem kolundan gelgençe. Çay bir kat sap vereceğim. Ne olsa ne yardım ortaklar bana şu eko ahval şundayken ahval düzeyecek çıkan. Assalomu alaykum aziz hurmatli Turan bobosi kanalining kuzatuvchilari. Omonmisizlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Charchamasdan yurtlarimdan ishlar bilan harmanlar. Mana men bugun o'zlaringiz hammangizda xabaringiz bor. Mana men bugun yana Navbat qizimizning uyine keldim. Mana kapsam ochib turib. Mana bu kapsam ochib turibdi shu. İstimalni sebebi açıp turib qo'ygan bo'lishi kerak. Bunda borib xabar olamiz. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda yog'iylarni ketib olsin. Assalamu alaikum. Amin, amin. Kardeşim bereket olsun. Tekrar başa vakit koşuyor. Koşun bile şu yerinizde şükürler olsun. Şu sigeden Allah şifa versin. Amin. Ha, yaxshi mısınız? Sağ selamet otursun. Selamet yaxshi otursun. Yaxshi. Benim bugün bir yoksa gördüm. Sizden bir haber alayım. Bir halk haberi video koyun deb keldim. Haberiniz barchalar kecha nega borib keldim? Taqataşga joy ko'rib, joy bir Aqmanov degan yerda ekan, bir ovulda da. 50 milyon deb yozib shu Olix'te yuborgan bir tanishlar. Shu sababli bordim. Bak ko'rdim, endi bizlardan shu ko'ruvchilar ham shu ko'rgan ekan, ko'ngillar vomit qilyapti, erkak odam yo'q. Ular ayol odam. Bu joydan chetlik ekan, qiyin. O joyda epirmay qo'yim deb yozibdi odamlar. 50 milyon deb o'tirgan ekan, 47 millionga beraman dedi. Endi bilmayman, ondan ham qaytuvi mumkin biroq. Endi sizga adamlar vomit qilyapti. Adamlar nima desa shu axir. Sababi xalq qo'llab-quvvatlab shu joyda olib beramiz desa biz xalq bilan birgalikda olib beramiz, xudo xolasa. Shunday, boshqa o'zingizda qanday javoblar bor? Salomatligingiz yaxshimi? Bo'ladi, shukr, yaxshimi? Yaxshi bo'lyapsizmi? Ko'rib qaytdim. Ko'rib qaytdingizmi? Saboqlarni oldi. Sababini? O'zingizni neniz yaxshimi axir buni? Bo'ladi, endi ko'p qiynaldamadik. Yotibsiz hozir, ha? Hozir ko'tarilmaydi. Ovqat parhez. Parhez va diyeta. Bo'ladi, shu diyeta qilaverib, xudo xolasa yaxshi ketasiz. Shu xalqimizning shu duolarini siz ham qattiq qo'rqdingizmi? Shu operatsiyadan chiqamanmi, chiqmaymanmi deb qattiq duo qilib, bunaqa Allohga shukr, yaxshi bo'lar ekansiz. Alloh shifosini bersin. Shunday, shu men bir xalqqa yana bir ko'rinayin, video qilayin deb keldim. Mana bir hozir buni efirlarda bir ikki odam aqcha so'radi, shulardan aytib qo'ydim. Efirda aytdim, biroq videoda aytmadim-da, bugun shuni bir aytib o'tayim dedim-ku. Agar shu qo'llab-quvvatlab turaman desa xalqimiz bilan birgalikda xudo xolasa sizni javob qilaman degan niyatda yuribmiz. Shu bilan o'zingiz ko'rganday. Tak, mana shu 25-chisladan buyog'ina tushgan pullarni aytib o'taman. Mana Kaspi Gold kartamizda Satpay yaqinroq kelib tushiraveringmi, operator. Mana Satpay degan mana ko'rarmanimiz 1500 tanga pul solibdi Kaspi Gold kartamizga. 24 Kirov degan 1000 tanga, Tajik A degan 10.000 tanga, Yelbek I 1000 tanga, Muratjon N 1000 tanga, Amantay K 1000 tanga, ham yana 1000 tanga, 2000 tanga pul solibdi. Bu kishidan Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Shunday qanday niyat bilan pul solgan bo'lsa, shu yordam qilgan bo'lsa, Alloh tarafından qabul bo'laversin deymiz. Yani uz kartımızda Aynura Yerlepesova 30 ming so'm pul soldi uni efir davomida 25 may kuni hamda 300 ming so'm pul tushdi. Bularning otlari chiqmadi. Ham 50 ming so'm. O'sha pul 350, 30, 380 bo'ladimi? Yo'q, 350, 400 o yoqda 400 bo'lib turibdi. 400 ming pul bor ekanda o'z kartimizda o'xsha.
Hemen Sberbank kartamızda da Alişer Turdumuratovich pul degan 500 rubl pul salibdi. Hamda Rustam Jumanbetovich 100 rubl pul salibdi. Bu pul salgan insonlarning hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Shu niyatlarimiz Alloh tarafından qabul bo'lsin. Sadaqalarimiz, ihsonlarimiz shu sizlar berib bergan bo'lsangiz shu men bo'lib qaytaversin deymiz hammamizga. Sog' bo'lib salomat bo'linglar. Mana tushganlardan nelarni aytdim mana. Endi shu tungi videodan keyin pul tushmay qoldi. Bu efirlarda tushgan pullarda. Shu sababli sizlar qo'llab-quvvatlab turinglar, xudo xohlasa shu. Bu yil 2025-yil o'sha navbat qizimizda ham Feruza qizimiz sizlar bilan birgalikda uy-joylik qilib, xudo xohlasa amalga qo'ysa. Boshqa yana qanday o'zingizda gaplar bor? Kvartira qalay, yaxshimi ekan? Bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Buni 500 ming so'm kelishmiz. 500 Bo'ladi. Endi xudo xohlasa shu xalqimiz qo'llab-quvvatlab tursa, bir yordam etsa, sizni kvartiradan xudo xohlasa qutultiramiz deymiz. Xudo xohlasa. Bugun mikrofonim ishlamay qoldi. Mikrofon bo'lsa tushib ketadi deb gapirmoqchiman. Shunday, boshqa hech qanday gap so'z yo'q axir. Yo'q, tintirsiz. Bo'ladi. Mana hurmatli do'stlar, mana bugun o'zimiz ko'rganimizda bilan gaplashdik. Navbat qizimiz mana shu operatsiya bo'ldi, o'zimizni xabarimiz bor. Ko'p toza kirganlar aytib bu yo'q jalb pirotasida ne bo'ldi deb kommentariyada yozib o'tirdi. Shu eshitmagan, bilmagan odamlarga, ko'rmagan odamlarga mana shu ikkinchi guruh nagirani bo'lib qoldi. Evet. 3 marta operatsiya bo'ldi, 4-chi marta chiqarmi? 3-chi mi? 3-chi marta operatsiyadan yaxshi bo'lib chiqdim deyotir. Biroq baribir ham nagiram ishlamaga nesi yetmaydi. Ishlab bilmaysiz axir. Ikkinchi guruh nagiram ishlamaydi. Shu sababli qo'llab-quvvatlab shu qizimizni sizlar bilan birgalikda bir joylik qilib, xudo xohlasa mana shu kungacha qo'llab-quvvatlab keldingizlar. Shu bilan o'sha pullar hammasini jilab endi safar aytaman. Shu avval aytdim bilan. Shunday boshqa nima deymiz? Shu sizlarni qo'rqmamiz kerak, yordamimiz kerak. Shu qizni bir tez arada, tez kunlarda sizlar bilan birgalikda buni yoz oyi xudo xohlasa bir yilga hisobga bir joylik qilsak degan niyatdamiz ham shu. Ehson qilganlardan hammamizga Alloh rozi bo'lsin. Mana kasbimiz kartamizda Qozog'iston Respublikasida turib, Rossiyada turib, Sberbank kartalarimizga yordam etayotgan, O'zbekistonda turib yordam etayotgan insonlarga hammasiga katta rahmat aytaman. Shu Alloh xohlasa sizlarni hech qanday umri bo'lmay, sog' bo'lib, salomat bo'lib, bolachamiz oldida sog' salomat bo'lib, mana shu musofirda yurgan yigit-qizlarimiz mana rahmat aytamiz. Mana shu o'z qo'limdan kelgancha yordam etayotgan hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Shu qo'llab-quvvatlab turgan imkoniyati bor insonlar hammamizga majbur emas, sababi hozir zamonda ansat emas. Shu qo'limizdan kelsa 5 ming so'mdan bo'lsa, 10 ming so'mdan bo'lsa, 50 rubldan, 100 rubldan, 50 tanga, 100 tangadan bo'lsa, biz ko'pchilikmiz, tama ko'rib deydi. Shunday qo'llab-quvvatlab turinglar. Biroq shu layklarni bosib, kommentariya yozib, o'sha layk bosish ham bir ehson qilish bilan baravar deydi. Shu sababli layklarni bosib qo'ysangiz, shu yaxshi insonlarga yetib borsin. Shu layk bosiladi. Rahmat hammangizga. Yana men bilan o'zingizga tanish, men bilan avvaldan ham shu proyektlarga yordam etib yurgan inson, men ham bir boring, bir ko'ring, xalaqonni ko'ring, o'tirgan joylarni ko'ring deb keldi. Agar bir joy o'rin olib xalq bir yordam etsa, men ham bir yordam etaman, fundamentlarni shu karusholmaga yordam etaman deb keldi. Shu birga men ham boring, siz bilan deb keldim. Men bugun yaxshi deb olib keldim. Qani o'zingizni fikrlaringizni men ham shu xudo xolasa shu chechemizga joy solib bermay yordam etaman qo'limdan kelgancha. Joy qat solib berayotsak, ne bo'lsa ne yordam o'rtoqlar. Mana shu ikkovi ahvol shunday ekan, ahvol juda chiqib qolgan ekan. Yordam etik. Men qo'limdan shu qo'limit bo'laman, karishlar bo'laman. Kelib yordam beraman. Shu 10 yildan beri shundalarga yordam berib yuribman.
Xudo kalası yine yardım beriverem. Men kolumdan tushib keladi. İnşallah hemmemizga iltimos qilib qolaman, shundalarga yardım etik. O Ola da bile Xudo kalasa şu buna yardım ettik ki bir videolarda ko'rib o'tiribman dedi. Ya şu o'zim bir borib ko'rayin, xalqqa bir murojaat qiling deb keldi. Şu Xudo kalasa oladi Xudo kalasa. halkımız qo'llab quvvatlasa, mana shunday sizdagi insonlar ko'payaversin, mana shunday qiynalgan ayollarga yardım etadi. Xudo kalasa yardım etamiz. Sizlar ham shu layklarni bosib, kommentariya yaxshi negativ yozmasdan bir yaxshi o'zlaringizni bir fikrlaringizni yozib tursanızlar, qo'llab quvvatlab shu azdan bo'lsa da tama ko'rib oladi dedi. Shu qizimizda 2 komnata bo'lsa da, 3 komnata bo'lsa da, 1 komnata bo'lsa da bilan birgalikda Xudo kalasa yardım etadigan niyatdamiz. Mana shu tushgan pullarni hamma shu bilan daftarda turibdi. Bo'ladi, sog' bo'ling, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Boshqa gap so'zingiz yo'qmi? Yo'q, yo'q. Yardım etamiz Xudo kalasa. Xudo kalasa bo'ladi. Ne boshqa sabr Xudo kalasa qo'limizdan keladi. Karışıma, simat qilma bo'laman, hammasi bilan shu qarab turmaymiz. Ularga yordam berik. Shu avvaldan ham yardım etib insonlar hammamizga rahmat aytamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Hammamizga katta rahmat.